Do'stlar, assalomu alaykum. Xo'p, Samarqand g'ishti kelayotgan navbatdagi obyektimizdanmiz. Ko'rib turganingizdek, g'ishtlarimizning yangi partiyasi keldi, yetmagan joyiga. Mana shunaqa holatda terilib chiqyapti. G'ishtimizning razmeri 5 ga 5.23 bo'ladi. Hozir bitta ko'rsataman. Samarqand padrashka g'ishtlari bu. Xo'p, balandligi 5 bo'ladi. Bunaqasi 23 bo'ladi, lekin razmeri nostandart bo'ladi. Buni mana bunaqa stanoklarga ishlov berib, ikki yonboshi qiriladi. G'ishtimizning holati 21 ga keladi. 5 ga 5 21 bo'ladi. Shunda 1 kvadratga shu g'ishtimizdan 85 ta ketadi. Ko'rib turganingizdek, ishlov berib teriladi bu g'ishtlar. Keyin ko'pchilik savol beradi, aka, o'sha deraza eshiklarini oldi qanday teriladi? O'zini uglovoy atkoslari bormi deydi. Bunaqa Samarqand g'ishtiga uglovoy element bo'lmaydi, faqat mana shunaqa primoy bo'ladi. Lekin mana bunaqa ishlov berib g'ishtlarga yonlarini qirib, ishlov berib, keyin mana bunaqa holatda terib chiqishadi, mana ko'rib turganingizdek, ugullarga. Ya'ni fason berib chiqadi. Ko'pchilik Samarqand g'ishtini mana shu fason berib, chiroyli qilib terish uchun olishadi. Eron g'ishtlari esa primoy terganda chiroyli chiqadi. Ularga bunaqa fason berib bo'lmaydi. Yoki Eron g'ishtini olib ustiga Samarqand g'ishti bilan fason bersa ham bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, bu g'ishtni bu yerini sal dumaloq qilib ishlov bergan va atkoska mana shunday terib chiqib, yoniga yana bitta g'ishtni ikki yon boshini qirgan holda bu tomoni ham mana o'sha shunaqa fason berib chiqqan, tepaga qarab, arkaga. Pastiga esa g'ishtlarni ikkiga bo'lib, bittasini kirgizib, bittasini ichkariga, bittasini tashqariga qilib, mana shunaqa holatda terib chiqqan. Bular hammasi qo'l mehnati hisoblanadi. Shuning uchun usta haqqi qimmat bo'ladi bu g'ishtlarimizga. Ko'rib turganingizdek, g'ishtga faqat ishlov berib teriladi. Arkalarni qanday teradi desangiz agar, mana ko'rib turganingizdek, hozir ko'rsataman. Mana bunaqa shablonlar bo'ladi. Birinchi shablonlar yasadi ustalar. Mana shablonlar yasab g'ishtni terib chiqishadi bir marta. Keyin qurigandan keyin mana bunaqa shablonlarni olishadi. G'isht qurigandan keyin o'zi turadi. Kelaga tergandan keyin ustiga keyin terib chiqishib, mana shunaqa holatga keltirishadi. Ko'rib turganingizdek. G'ishtlar bitta sezon turgandan keyin hammasi bir xil rangda turadi. Hozir sal rangi har xil. Bitta quyoshni ko'rgandan keyin rangi tiniqlashadi. Nimagaki buni g'ishtni tergandan keyin orqasi yana beton zalivat bo'ladi, rastvor zalivat qiladi. Shuning uchun g'isht o'ziga shimib olib, mana shunaqa nimalarni ustiga sal dog' bo'ladi, lekin qurigandan keyin yana o'z holiga qaytadi. Ko'rib turganingizdek, mana bunaqa stanoklar. Mana ko'rib turganingizdek, mana shu ikki yonboshini dumaloq qilgan. Bu dumaloqlarimiz mana shu derazalarning yoniga terilib chiqyapti. Xo'p, kimga shunaqa Samarqand padrashka g'ishtlarimiz kerak bo'lsa agar, hozirgi kundagi donasi 1300 so'm, dastavkasi alohida bo'ladi bularni. Mana bunaqa salofan upakovkada bo'ladi. Bir upakovkasiga 32 dona bo'ladi. O'zbekiston bo'yicha bu g'ishtlarni yetkazib beramiz, yetkazib berish alohida bo'ladi. Pastga nomerlar qo'yamiz, aloqaga chiqaverasizlar, do'stlar.